Avvalambor assalomu alaykum. Bigjon o'z kanalining yashaydi obunachilar. Aziz obunachilar, biz yana Ishtixon shaharchasiga keldik. Avtokredit bo'yicha bir qator mana mashinalarni terib qo'ydik. Hech sizga qanaqa mashina kerak bo'lsa, bizda mana Cobalt'larimiz bor, avtomat. Ular juda ham yengil, Nexus'larimiz bor, mexanika Gentra'larimiz bor. Kimga qiziq bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, videoni oxirigacha ko'rib borasizga umid qilamiz. Mana shu birinchidagi qora Gentra'dan boshlaymiz. Qora Gentra'miz 2021-yilda ishlab chiqarilgan. Avtomat metan gaz ballonlari ham bor. UBJda kraskasi bor. Mashina tan narxi 10 ming. Agar siz avtokreditga chiqarmoqchi bo'lsangiz, boshlang'ich 400 dollar bilan nomingizga avtokredit qilib beramiz. Oylik graflari 4 million 500 mingdan chiqadi 5 yilga. Navbatdagi Gentra'miz mexanikasi 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Mashinaning tan narxi 9100. Agar siz avtokreditga chiqarmoqchi bo'lsangiz, boshlang'ich atik 200 dollar bilan nomingizga avtokredit qilib beramiz. Oylik graflari 4 million 270 mingdan chiqadi 5 yilga. Buni ham gazi bor. Ballonlari yangi ekan. Operator yaqinroq olib keling. 4 ta yangi ballon. Hamma mashinamizning metani bor. Birovda metan bo'lsa, birovda propan. Holatchasi zo'r. Tayyor mashina. Boshlang'ich 200 dollar berasiz, oyiga 2 million, oyiga 4 million 270 mingdan chiqadi 5 yilga. Buni ham barcha xarajatlar ichida. Navbatda mashinamiz Cobalt'imiz avtomat 2024-yilda ishlab chiqarilgan. Mashinaning tan narxi 10600. Agar siz avtokreditga chiqarmoqchi bo'lsangiz, 760 dollar pul kerak bo'ladi. Oylik graflari 4 million 670 mingdan chiqadi 5 yilga. Buni ham gazi bor, tayyor mashina. 4 ta yangi yumshoq ballon. Menimcha gazi propan bo'lishi kerak bunda. Navbatda mashinamiz Cobalt'imiz. Mana ko'rishingiz mumkin. 418 nomer Cobalt'imiz avtomat, yili 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Mashinaning tan narxi 9800. Agar siz avtokreditga chiqarmoqchi bo'lsangiz, boshlang'ich 400 dollar bilan nomingizga avtokredit qilib beramiz. Oylik graflari 4 million 425 mingdan chiqadi. Buni ham gazi bor. Menimcha propani bo'lishi kerak. Navbatda mashinamiz bu ham Cobalt. Buni yili 2021-yilda ishlab chiqarilgan. Buni kraskasi top-toza, avtomat. Mashinaning tan narxi 9100. Agar siz avtokreditga chiqarmoqchi bo'lsangiz, boshlang'ich to'lov 500 dollar bilan nomingizga avtokredit qilib beramiz. Oylik graflari 4 million 80 mingdan chiqadi 5 yilga. Metani bor, chexol, hamma narsasi bor, tayyor mashina. Yurgani menimcha bir 70 ming, 75 ming yurgan. Navbatda mashinamiz Cobalt 926 Cobalt'imiz avtomat, yili 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Mashinaning tan narxi 9500. Avtokreditga chiqarish uchun boshlang'ich to'lov 670 dollar pul kerak bo'ladi. Oylik graflari 4 million 230 mingdan chiqadi 5 yilga. Buni ham barcha xarajatlar ichida. Buni ham gazi bor, holati yaxshi. Mashinalarimizda bitta ikkita petnasi bor, lekin strash udari yo'q. Navbatda mashinamiz bu ham Cobalt, yili 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Mashinaning tan narxi 9200. Avtokredit uchun boshlang'ich to'lov 270 dollar pul kerak bo'ladi. Oylik graflari 4 million 230 mingdan chiqadi 5 yilga. Buni ham barcha xarajatlari ichida. Boshlang'ich 270 dollar berasiz, oyiga 4 million 230 mingdan chiqadi. Yili 2022. Buni ham gazi bor. Ballonlari yangi 4 ta ballon. Tayyor mashina. Navbatda mashinamiz Nexus avtomat, yili 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Mashina tan narxi 8500. Avtokreditga chiqarish uchun boshlang'ich to'lov 470 dollar pul kerak bo'ladi. Oylik graflari 3 million 870 mingdan chiqadi 5 yilga. Buni ham gazi bor, metani bor, 4 ta yumshoq ballon. Tayyor mashina. Kraskasi yo'q, bir tomchi ham kraskasi yo'q. Navbatda mashinamiz Cobalt'imiz, Mokri Cobalt'imiz, yili 2024-yilda ishlab chiqarilgan avtomat. Mashinaning tan narxi 10500. Avtokreditga chiqarish uchun boshlang'ich to'lov 570 dollar pul kerak bo'ladi. Oylik graflari 4 million 650 mingdan chiqadi 5 yilga. Cobalt'imiz yili 2023-yilda ishlab chiqarilgan avtomat. Tan narxi 9800. Avtokreditga chiqarish uchun boshlang'ich to'lov 500 dollar pul kerak bo'ladi. Oylik graflari 4 million 425 mingdan chiqadi. Buni ham gazi bor. UBJda petnasi bor, lekin ichiga o'tmagan. Holati zo'r. Navbatda mashinamiz Gentra 395 Gentra'miz, bu mexanikasi
Yili 2023-yil ishlab chiqarilgan mashinaning tan narxi 9600. Avtokreditga bosh to'lovsiz qilib beramiz, aziz obunachilar. Boshlang'ich to'lovsiz, Gentra mexanikasi bosh to'lovsiz. Oyiga 4 million 500 mingga chiqadi 5 yilga. Tan narxi 9600, boshlang'ich to'lovsiz qilib beramiz. Buni ham gazi bor, tayyor mashina. Bizda mana Gentramiz yana bor bu tarafda. Gentramiz avtomat 2021-yilda ishlab chiqarilgan mashina tan narxi 10 ming. Avtokreditga boshlang'ich to'lov 400 dollar bilan nomimizga avtokredit qilamiz. 4 million 500 ga chiqadi. Bu joyda fitness bor, mashinamiz gazi bor. Balon holatlari yaxshi. O'zini mana sakatdisklarida tayyor mashina, gazi bor, tayyor. U joyda fitness bor. Boshlang'ich 400 dollar berasiz, oyiga 4 million 500 ming chiqadi 5 yilga. Buni ham barcha xarajatlari ichida. Onyximiz mexanikasi 2024-yilda ishlab chiqarilgan, gazi bor, propan. Kraskasi yo'q deyapti egalari, bir tomchi ham kraska yo'q. Mashinaning tan narxi 9700. Agar avtokreditga chiqarmoqchi bo'lsangiz, boshlang'ich 700 dollar bilan nomimizga avtokredit qilib beramiz. Oylik graflari 4 million 100 ming so'mga chiqadi. Bizda mashina ko'p, xohlasangiz Damas avtomobillari ham bor. Pastga telefon nomerlar yozib o'tamiz, bemalol telefon qilib yuraverasizlar. Manzilimiz Samarqand Ishtixon shaharchasida. Kimga qanaqa mashina kerak bo'lsa, telefon qilib yuraverasizlar. Mana mashinalarimiz juda ham ko'p. Kimga qanaqa mashina kerak bo'lsa, akalar, batafsil ma'lumot telefon qilib yuraverasizlar. Salomat bo'ling. Sizlar bilan Bekjon o'z kanali bo'ldi.